Video yozyaptimi? Qayerdan bilinadi shuni? Qayerdan bilayapsan? Mana buni. Ha? Yo'q, zaps ketayotganini qayerdan bilyapsan? Mana buni. Bastar qo'nsa. Azlashdim bo'lmasam. Xo'sh, logaritm funksiya va uning xossalari aniqlanish sohasi ekan birinchi. Masalan, logaritm a skira b ku. Mana shunday turibdi bu narsa. Aniqlanish sohasi degan narsa bor. Aniqlanish sohasi. Bu degani a 0 dan katta, a teng emas 1 ga, b 0 dan katta bo'lishi kerak. Uchta narsani qarab chiqish kerak. Aniqlanish sohasi degani shu narsani bajaradi. Yo'q. A 0 dan katta, A 0 ga teng, 1 ga teng emas va B 0 dan katta bo'lishi kerak. Mana bu yerda sonlar. Shu bo'yicha ishlash kerak bo'lgan narsa, boshidagi narsa. Hop. Endi o'shanga tushirib beramiz xossalari. Logaritm 2 x. Hozir mana bu yerda 2 bor-ku. 2 haqiqatan 0 dan kattaligi va 1 ga teng emasligi aniqmi? Demak, uni ishlash shart emas, mana buni o'zini ishlab qo'yamiz. X ni 0 dan katta qilib qo'yamiz. Javob nima bo'ladi desalar, javob 0 dan katta bo'ladi. Bo'ldi? Tushunarlimi? Qiyin emas. Endi 3 y teng lj 10 x kvadrat minus 4. X kvadrat minus 4 ni 0 dan katta qilamiz. X minus 2 yu. X plus 2 bo'ladi, 0 dan katta. Buni ishlasak minus 2 yu 2. Musbat, manfiy, musbat. Bizga nima oraliqqa kerak? Musbat oraliqqa kerak. Minus 8 shungacha va yig'inda ikkita musbat 8gacha. Faqat mana bu lj da mana bu 10 0 dan durdan qarab turing. 10 0 dan katta bo'lgani uchun va 10 1 ga teng emas-ku, to'g'rimi? Shunday bo'lganligi uchun buni ishlab o'tirmasa faqat o'zini ishlab qo'yapsiz tepani o'zini. Agar mana bu yerda ham x qatnashsa, bundan ham olishimiz kerak. Aniqlanish sohasi. Tushunarli? Endi qaranglar, ikkovida ham qatnashgani bor ekan, 7 masalan. 7 da aytayapti, y teng logaritm x plus 2 6 minus x. Endi mana bu x plus 2 ni ham 0 dan katta qilamiz, 6 minus x ni ham 0 dan katta qilamiz, x plus 2 ni ham 1 ga teng emas qilamiz. Kelishdikmi? Shu uchovini ishlab qo'yamiz endi. Mana buni bu tomonga o'tsak, x katta minus 2 bo'ladi. Minus x katta minus 6 bu degan x kichik 6 bo'lib qoladi. Bu. Endi buni bu tomonga o'tsak, x teng emas minus 1 bo'ladi. Demak, ikkovini yechib olamiz. Minus 2 dan katta, 6 dan kichik. Ikkov bo'lgan soha mana bu yer bo'ladi, faqat minus 1 ga teng emas. Mana shuni olmay o'tib ketasizlar. Minus 2 dan 1 gacha yig'inda minus 1 u 6 gacha. Bo'ldi, mana shu bo'ladi. Tushunarlimi 7? Ana shunday ishlaysizlar. Keyin 13. 13 deyapti, y teng logaritm x taqsim 2x plus 1 minus 1. Mana shu narsa endi mana bu ikki boyagi savollarga javob berib qo'ygan, to'g'rimi? Faqat mana buni o'zini nima qilamiz? 0 dan katta deb ishlab qo'yamiz. X taqsim 2x plus 1 minus 1 0 dan katta bo'ladi. Xo'sh, mana buni bu tomon mahraj bersak, mana bunga 2x plus 1 bo'ladi. 2x minus 2x minus 1. 2x plus 1 0 dan katta. Buni nima dersak? Minus x minus 1 taqsim 2x plus 1 0 dan katta. Tepani nima qilamiz? Minusga ko'paytirib yuboramiz. X plus 1 taqsim x plus 1 0 dan katta. Buni ishlasak nima bo'ladi? Minusga ko'paytirdikmi? Ishlar o'zgaradi ikkinchi. Minus 1 va minus 1 taqsim 2 degan sonlar. Musbat, manfiy, musbat. Bizga nima oraliqqa kerak? Manfiy oraliqqa kerak. Mana shu bilan mana shu bo'ladi javob. Tushunarlimi? Bundan aniqlanish sohasi olish shart emas, shuning uchun mana shu javobni o'zi bo'ladi. Endi 18. Y teng ln x. X plus 2 taqsim 5 minus x. Endi bundan aniqlanish sohasini olishimiz kerak. Mumtoz qarab turing, keyin ishlaysiz-da. Bizdan o'zim ko'rsataman. Bu qarab o'rganmaydi-da ozma-oz. Qarab turing do'stlar, ko'zingiz. Demak, mana buni o'zida e bor yozilmagan bilan. Ln da e bo'ladi. X ni 0 dan katta qilib qo'yamiz mana bu narsani.
Keyin mana buni ildiz ostidan aniqlanish sohasi qanday olardik? 0 dan kattaroq teng qilib qo'yardik. X plus 2 taqsim 5 minus x ni 0 dan kattaroq teng qilsak, mana bu yerda x ni oldi manfiy bo'lishi mumkin emas, shuning uchun minusga ko'paytirib yuboramiz mahrajini. X plus 2 taqsim x minus 5 0 dan kichikroq teng bo'ladi. Buni tushunsak minus 2 va 5 bo'ladi. Musbat manfiy musbat. Bizga manfiy oraliqlar kerak. Keyin 0 dan katta. Mana bu 0 qayerda bo'ladi? Mana shu yerda bo'ladi. 0 dan katta. Eng ko'p bo'yalgan soha qayer bo'ldi? 0 5 bo'ldi. 5 ham 0 ham kirmaydi javob. Tushunarlimi? Oling. Keyin 18 dan keyin qaysini ko'ramiz? 20 ni ko'raylik-da, 20 lar moshina misolga o'xshaydi. 20-misol qaranglar. Y teng logaritm x plus 2 9 minus x kvadrat taqsim x plus 1 minus 1. Mana shunday turibdimi? Xo'sh, mana buni ham aniqlanish sohasini olamiz, mana buni ham aniqlanish sohasini olamiz va mana buni ham ishlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, x plus 2 0 dan katta, x plus 2 teng emas 1 ga, 9 minus x kvadrat 0 dan katta va mana bu x plus 1 0 dan kattaga teng deb. Va oxirgisi x plus 1 minus 1 teng emas 0 ga. Mana shuncha aniqlanish sohasi bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Va qoidaning hammasi bu ham o'rinli qilindi. Mana bu mahraj 0 dan katta qilinishi kerak. Yo'q, mana bu narsa shart emas ekan, mana bu narsa. Keyin mana bu 0 ga teng emas deb qo'ysak bo'ldi-da. Keyin grafik chizish kerak ekan bu yog'iga. Masalan, grafik chizishni bilamizmi, bilmaymizmi? Kompyuter uzatib turing. Grafik chizish kerak ekan. Qanday bo'ladi grafik chizsa? Masalan, 21. Y teng logaritm 2 kare x deyapmiz. Xo'sh. Buni x y deb olamizda. Qarang, mana bunga 2 ning darajasidan iborat bo'lgan sonlarni qo'yamiz faqat. Shunday chiroyliroq chizma hosil bo'ladi-da. Masalan, birinchi 2 beramiz, ha? Keyin 4 beramiz. Keyin minus 2 beramiz, bermaymizmi? Nega? Keyin 8 beraylik, keyin 1 taqsim 2 bersak-chi? 1 taqsim 4, 1 taqsim 8 lar bersak, minus tomoni kelib chiqadi-da. Ideya nima? Ideya mana 2 ning darajasidan iborat bo'lgan sonlar. Ha, 2 ni bersak nima bo'ladi? 2 as kerak. 1 ni beradi, ha? Bu 2 ni beradi, bu 3 ni beradi. Minus 1, minus 2, minus 3 ni beradi. Keyin chizma chizamiz. X, y bo'ladi. X ga 2 berganimizda 1 4 berganimizda x ga 8 berganimizda endi qaranglar, 1 taqsim 2 beramiz x ga. Mana bu yerdan bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu yerdan bo'lsin, 1 taqsim 2 bersak minus 1, to'g'ri? Minus 1 mana bu yerda. Minus 1 taqsim 4 bersak-chi? Bu yerda. Minus 1 taqsim 8 bersak mana bu yerda. To'g'rimi? Keyin mana shularni ham uchlarni nuqta qilamiz, shularni tutashtirib chiqamiz, grafik hosil bo'ladi. Mana. Tushunarlimi? Logaritm 2 x grafiki qanday bo'ladi desa, mana shuni chizib qo'yasizlar. Uni qanday qilamiz desak, hamma funksiyada ham faqat mana shunaqa son qiymat bersak, bittada kelib chiqaveradi chizmasi. U qanday? Masalan, logaritm hozir y teng logaritm 3 x bo'lsa, mabodo 3 3 ning sonlari 3, 9, 27, 1 taqsim 3, 1 taqsim 9, 1 taqsim 27 beraversa, sekretni shu 3 ning darajasidan iborat bo'lgan sonni bera olsalang bo'ldi. Masalan, 4 bo'lsa 16, 64 beraverasizlar. Tushunarlimi? Agar 5 bo'lsa-chi 25, 5, 125 beraverasizlar bo'ldi. Muammo yo'q, a? Chizmasini mana shunday chizib o'rganamiz. Xo'sh, endi taqqoslash vobshe osoni. 31 masalan qaranglar. Logaritm 2 kare 7. Buni taqqoslash kerak. Logaritm 2 kare 9. Qaranglar, logaritm 2 lar qisqarib ketadi, xuddi boyagi
x kvadrat teng x 4-inchisi bo'lsa, mana bular qisqarib ketib, 2 teng 4 mana shunaqa narsa hosil bo'lardi ikkilanchisi. Xuddi shunga o'xshash narsa bu ham 2 bilan logaritmiklar qisqartirib olish mumkin-da. Mumtoz. Buncha qaragis kelmayapti, bilyapsizmi? Bu Durdonaga 5 marta qarab, bunga 1 marta qarayapsiz-da. Mana shunday bo'ladi. Shunda 9 katta, mana bu tomon kattaligini bilib qo'yapsiz shunda. Qiyin narsa emas bolalar. Tushunarlimi? Endi qaranglar. 33 logaritm 1/5 3 logaritm 1/5 4. Endi qaranglar. Agar asos 0 bir oraliqda bo'lsa, mana buning kichkinasi, mana bu darajasining kichkinasi katta hisoblanadi, tushunarlimi? Hozir shundan mana bu katta bo'ladi. Sababi masalan 1/2 ning 3-inchisi kattami? 1/2 ning 5-inchisi kattami? Qaysi biri katta deb o'ylaysizlar? Mana 1/2 katta. Sababi 1 ni 2 ga bo'lsak 0,5 bo'ladi. 0,5 ning 3-inchisi. 1 ni 2 ga bo'lsak 0,5 ning 5-inchisi. Qaranglar, 1 ni 2 ga bo'lsak, qanday isbotlash mumkin buni? Buni bunday qilaylik bo'lmasam, qaranglar. Bunday qilib ishlasak chiroyliroq aniq ko'rinadi. Mana bu 2 ning -3-inchisi desam bo'ladimi? Mana buni-chi? 2 ning -5-inchisi desak, bularni qisqarib ketaydi. -3 katta, -5. Qaysi katta deb o'ylaysizlar endi shunda? -3 katta. Shuning uchun katta. Buni ham shunaqa deb yozib olaylik bo'lmasa, mana qaranglar. Mana buni nima deymiz? Logaritm 5 ning -3-inchisi bo'lsin. Logaritm 5 ning -4-inchisi bo'lsin. Bu bilan ketsa -3 bilan -4 bo'ladi. Mana shundan bu kattaligini bilamiz. Chunki minus sonlarda kichigi katta bo'ladi, to'g'rimi? 0 ga yaqini katta bo'ladi deydi. O'shaning uchun mana shunday bo'ladi deb olamiz. Ishoralarni aniqlang deyapti. Endi qaranglar. 38 ishlab ko'rsataman. LJ 10^101 logaritm 9^80 deyapti. Qaranglar. Mana buni men taqriban olishim kerak endi bu yog'iga. LJ 10^10 ning ikkisi bo'lish kerak edi 100 bo'lganda. 2/1 desam bo'ladimi? Mana 100 ni, 101 ni 10 ning 2/1 desam taqriban bo'ladi, to'g'rimi? Agar 10 ning ikkisi bo'lganda 100 bo'lish kerak edi. Shuni 2/1lari deb olaman taqriban. Endi bunisini-chi? Logaritm 949 ning 9 ning 1/9lari bo'ladi-da. Ikkisi bo'lganda 89 ning kvadratini 81 ku. Hozir bu 80 bo'lib turgani uchun 7/9 qilaman. Mana 1/9 qilaman. Tushunarlimi? Shunda mana bu oldinga tushardi-ku, 2/1 qoladi. Mana bu yerda 1/9 tushadi. Chunki logaritm 9^9 1 deb berami? Shuning uchun mana 1/9, mana 2/1. Shundan bu katta ekan deb qo'yasizlar. Oxirida javobni mana bunday qilib qo'yasizlar. Endi 41 ni ko'rsataman. Logaritm 8^0.8. Buni qanday yozamiz? Logaritm 8^8 taqsim 10 deb yozsak bo'ladimi buni? 0.8. Keyin logaritm 8^8 minus logaritm 8^10 deb qo'yaman. Va 8^8 nimani beradi? 1 ni berami? 1 ni beradi. Mana 1/2larmi taqriban? Arsak 0.2 ishorasini topyapti. Ishorasi nima bo'lar ekan? Manfiy bo'lar ekan. Shundan manfiy chiqadi. Manfiy musbatligini shundan bilib olamiz, shunda, to'g'rimi? Kim qayerga tushunmadi? Nechinchi misol tushunmading? 1/2 ni? Qayerda edi? Mana bumi? Mana bumi? Qara, agar 8^8 bo'lganda bu 1 ni berardi. Hozir bu 8^10 ku. O'shaning uchun 1/2lar deb oldik. Taqriban u muhim emas unchalik. Ko'proqligini bilib qo'ysalaring bo'ldi. Manfiy musbatligini shundan ajra. Balki 1/3 dir mana bu. Ha? Yo'q, logaritmda mana buni xossa bor-ku, Sardor. A² A 1 deb beradi-da, shunaqa xossadan kelyapti bu. 8^8 bo'lganda 1 bo'lardi. 8^10 bo'lgani uchun 1 dan kattaroq sonda u. Shuning uchun bilyapsiz.
Ha. 50 tasini ishlab bergan qani menga hozir. Ishlavringlar, yo'l-yo'lakka o'rgatib ketaveramiz, maylimi? O'zingizga yordam berib, joyida o'rgansalar yaxshiroq bo'ladi. Qani boshlaymiz hammamiz. Mayli, siznikimida? Dilrabo buni shunday joylab yubormi? Ha?